Kurutamiz va sariq. Qanday o'tamiz bu yoqqa? Shu yillik 1-sentyabrida fontani birinchi otilishini ko'rib qolamiz. Rahmat. matematik 这座喷泉即将成为新塔什盖的地标性建筑，同时也会为塔什盖带来每年数以千亿的游客流量。 Bizani prezentatsiyani qo'yib anaqa. Stop. Davidjon. Bilasizmi? Fontanni ko'rishimizda o'zimizga urf odatlarni qo'shib qoldik. Ipak yo'lini, o'zimizga Amir bobo, Alisher Navoiyni, bu raqslarimizni hammasini qo'shib qoldik. Xitoy mutaxassislarimizga katta rahmat. Bizning madaniyatimizga inobatga olib, shunaqa bir chiroyli fontan qilamiz. 让我们共同期待9月1日在塔什盖新城呈现新的喷泉世界纪录纪录。 Sizlarni hammalarni mustaqillik bayramida